Ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Buxoro shahar bo'linmasi kengashining o'tgan 5 yil davomidagi faoliyati yakunlari va kelgusidagi vazifalariga bag'ishlangan birinchi hisobot konferensiyasi o'ziga xos bayramona ruhda tashkil etildi. Erta tongdan tashkilot a'zolarini bayramona kutib olish va ro'yxatdan o'tkazish tadbirlari tashkil etildi. Hisobot konferensiyasi uchun tayyorlangan zalda barcha zarur sharoitlar hozirlandi. Ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Buxoro shahar bo'linmasi hozirgi kunda o'z safida 139 ta boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotida 20,448 nafar kasaba uyushma a'zosini birlashtiradi. Konferensiya ishtirokchilari oldida shahar kengashi raisi Aralova Dilafruz Ne'matullayevna 2020 yil iyul oyidan 2025 yil may oyigacha bo'lgan davrdagi faoliyati yakunlari va kelgusidagi vazifalar to'g'risida hisobotini taqdim etdi. Shahar bo'linmasi kengashining hisobot davridagi faoliyatiga to'xtalar ekanmiz. Eng avvalo butun hisobot davri mobaynida shahardagi ta'lim kasaba uyushmasiga a'zo tashkilotlarning jamoat shartnomaviy munosabatlari bilan to'liq qabul bo'lish, jamoat shartnomalariga xodimlar uchun qo'shimcha imtiyozlar kiritishda ularning berilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Hisobot davri ta'lim xizmati tashkilotida xodimlarning ijtimoiy iqtisodiy huquqiy ma'naviy intellektual himoyasi masalalari bo'yicha 2020-2022 yillar uchun hamda 2023-2025 yillarga mo'ljallangan jamoat shartnomalari xizmati kerildi. Jamoat shartnomalari bajarish orqali bir xodimning ko'rgan manfaati 2020 yilda 1 million 893 so'm tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilda ushbu miqdor 8 million so'mga yetkazildi. Ushbu tadbirlarni O'zbekiston kasaba uyushmalariga 120 yil to'lish munosabati bilan o'tishida ham o'ziga xos bir ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur konferensiyada Buxoro shahar bo'linmasi kengashining 2020 yil va 2025 yildan hozirgi davrgacha bo'lgan faoliyatida kasaba uyushmalari faollarini ijtimoiy, iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi amalga oshirilgan ishlari ko'rib chiqilmoqda, bevosita ma'ruzasi tinglanmoqda. Bu yerda yana bir qator masalalar ko'rib chiqilyapti. Bu yerda Buxoro shahar bo'linmasi kengashining raisini tayinlash, uning o'rinbosarlari, ijroiya qo'mita, kengash a'zolari, shuningdek bo'linmani 5 yil davomida olib borgan moliyaviy faoliyati bo'yicha taftish komissiyasining hisoboti tinglandi. Shuningdek, hisobot davrida shahar bo'linmasi kengashi o'z a'zolarining ijtimoiy iqtisodiy manfaatlarini himoyalash bilan birga ularga sog'lom, xavfsiz va qulay mehnat sharoitlarini yaratilishi, ularga mehnat xavfsizligi bo'yicha davriy yo'l yo'riqlar berib borilishi yuzasidan jamoatchilik nazorat ishlarini muntazam ravishda olib bordi. Eng asosiysi 2023 yildan buyon xodimlar bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazib kelmoqda. Mehnat muhofazasi faoliyatini jonlantirish, komissiya a'zolarini bilim sifatini oshirish, a'zolarning huquqiy tarbiyasini yaxshilash, huquqiy savodxonlikni oshirish, qolaversa nodavlat sektori tizimidagi xo'jalik subyektlarida kasaba uyushmasining yangi tashkilotlarini tuzish hamda ishlovchi xodimlarni a'zolikka jalb etish hamda so'nggi yillarda qabul qilingan davlat dasturlari bandlarini bajarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar batafsil tanishtirildi. Erishilgan yutuqlar bilan birga yo'l qo'yilgan kamchiliklarga to'xtalib, kelgusida bunday kamchiliklarni oldini olish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Muhokamalar qismida yig'ilganlar ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Buxoro shahar bo'linmasi shahar kengashi raisi faoliyati bo'yicha fikrlari tinglandi. Ta'lim va fan xodimlarining doimiy tayanchi, ishonchi hisoblangan kasaba uyushmalarining tashkil etilganligi bu yil 120 yil to'ldi. Shu munosabat bilan joylarda turli tadbirlar, konferensiyalar o'tkazilib kelinmoqda. Barchamizga ma'lumki, fevral va mart oylarida boshlang'ich kasaba uyushmalarida hisobot saylov yig'ilishlari o'tkazildi. Bugun esa Buxoro shahar kengashining hisobot saylov konferensiyasida yig'ilib turibmiz. Ushbu konferensiyada hisobotlar tinglandi. So'nggi 5 yilda amalga oshirilgan ishlar, yutuq va kamchiliklar muhokama qilindi. Biz shu soha xodimlari ushbu konferensiyadan o'zimiz uchun kerakli ma'lumotlarni olib, keyingi faoliyatimizda qo'llashimiz uchun bir dasturul amal bo'ldi deya ayta olaman. Qator fikr va mulohazalar va takliflardan so'ng taftish komissiyasining hisoboti tinglandi va kun tartibidagi asosiy masala ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Buxoro shahar bo'linmasi shahar kengashi raisini saylash tartibi ham adolat mezonlari asosida shaffof o'tkazildi. 3 nafar nomzodlar orasidan yashirin ovoz berish yo'li orqali Aralova Dilafruz Ne'matullayevna nomzodi eng ko'p ovoz to'plab lavozimga loyiq ko'rildi. Shahar kengashi raisi etib saylanganliklari bilan tabriklaymiz. Ishlaringizga omad. Mazkur tadbirda O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi respublika va viloyat kengashlari vakillari ishtirok etib, jamoaning keyingi faoliyatiga omad tilandi.